O'rta Chirchiq tumani sport maktabi tashabbusi bilan Oltiog'il mahallasida 2014-2017 yillarda tug'ilgan bolalar o'rtasida sportning futbol turi bo'yicha yoz o'tmoqda soz shiori ostida ochiq chempionat bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda Yozgi ta'tilni mazmunli o'tkazish, yoshlarni sportga keng jalb etish hamda ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri. Aynan shu maqsadda tashkil etilgan musobaqada qo'shni Qozog'iston Respublikasining Chimkent viloyati, yurtimizning Samarqand viloyati, xususan Bekobod, Yangiyo'l va O'rta Chirchiq tumanlari hamda Olmaliq shahridan jami 15 ta jamoa ishtirok etdi. Bahslar davomida yosh futbolchilar o'zlarining mahorati, chaqqonligi va jamoaviy o'yinini namoyish etib, muxlislarga qiziqarli va murosasiz uchrashuvlarni taqdim etdilar. Musobaqa yakunlariga ko'ra O'rta Chirchiq tumani jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladi. Ikkinchi o'rin Olmaliq shahri jamoasiga nasib etgan bo'lsa, uchinchi o'rinni Yangiyo'l tumani futbolchilari qo'lga kiritdi. Bunday sport musobaqalari yosh avlodning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning jismoniy salomatligini mustahkamlash, do'stlik va hamjihatlik tuyg'ularini yanada kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.